Rahmet. Şuradan aldım bir iki ağız Cuma'ya gelmiş fırsat varında tebrikleyecektim. Cuma'ya gelmiş Cenab-ı sizlerge sağlık, selametlik, baxt, saadet, bana 50 yaşka çıkıştılar. Yine beni 50 bir ömür görünler. 100 yıllık jubileylerinizden birge bolalı. Bana Atabeklerini öğrendirgende, Alabeklerini öğrendirgende hem kelip hizmette bolalı. Yurtumuz tinç olsun, halkımız olsun. Her daim mana shunday yaxshiliklar, jubileyler, to'ylar, tomoshalar bo'lib tursin yurtimizda. Biz hofizlar qanchalik shunday yaxshiliklar bo'lsa, biz doim xizmatga tayyormiz. Mana bugun ham Juma ekanni yana bir bor tabriklaymiz. Vaqtimiz yetmasin. So'nggisi yana ichkarida aytgan o'shun hammasini mustahkam bo'lsin, salomat bo'ling. Marhamat, biz xizmatdamiz. Bizden tashqari yana ustoz san'atkorlar bor, Juma og'aynilari, shogirdlari bor deganda navbati bilan hammamiz o'chirtimiz kelganda tayyorlanib turiblar. Vaqt bizlar ochchaqimizni bilmadik, yani 100 gramni ichmasak bo'ladiganda bozilmaganlar ekan, qop bo'lmagan. Marhamat.